مرحبا. Assalomu alaykum barchaga. Xullas kalom bitta inkubator yasagandim. Hali ochib chiqadimi, chiqmaydimi deb kamroq tuxum qo'ygandim 78 ta. Ko'rish uchun oyna. Xullas kalom Xudoga shukr natija olishni boshladik mana. Bittasi ochib chiqishni boshladi. Yana 7 tasi teshib qo'ygan, endi sekin ochyapti. Shu bilan tuxum teshib qo'ygan ekan. Men kecha hammasini ko'rib chiqqandim. 11 tasini xullas rivojlanmagan umuman palag'ida. O'shani olib tashlaganman. 67 tami, 66 tami turibdi hali. Ular rivojlangan, endi umid qilamiz hammasi ochib chiqadi deb. Nechtasi ochib chiqsa natijani tahlil qilamiz-da endi.